Erishning podshohligi safarga chiqmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. U chakarlarni chaqirib, boyligini ularga topshiribdi. U odam har bir chakarning ovqat qilish qobilligiga qarab, biriga 5000, biriga 2000, biriga 1000 kumush tanga berib yo'lga chiqibdi. 5000 tanga olgan chakar darhol berib ovqat qilib, yana 5000 tanga foyda olibdi. 2000 tanga olganimi, yana 2000 tanga foyda olibdi. 1000 tanga olgani bo'lsa, berib yana qo'lab, xo'jayini uningga topshirgan pulni ko'mib, saqlab qo'yibdi. Uzun vaqt o'tgandan keyin bu chakarlarning xo'jayini qaytib kelib, ular bilan hisoblashishga boshlabdi. 5000 tanga olgan chakar, ya'ni 5000 tanga qo'shib berib kelib, xo'jayin, siz menga 5000 tanga topshirgan edingiz. Qarang, ya'ni 5000 tanga foyda oldim, debdi. Xo'jayin uningga, "Nihoyat yaxshi. Sen yaxshi va ishonchli chakar ekansan. Men sana havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun seni cho'ng ishlarga qo'yaman. Kel, xo'jayiningning xushalligiga jo'r bo'l", debdi. 2000 tanga olgan chakarmi kelib, "Xo'jayin, siz menga 2000 tanga topshirgan edingiz. Qarang, ya'ni 2000 tanga foyda oldim", debdi. Xo'jayin uningga, "Nihoyat yaxshi. Sen yaxshi va ishonchli chakar ekansan. Men sana havola qilgan kichik ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun men seni cho'ng ishlarga qo'yaman. Kel, xo'jayiningning xushalligiga jo'r bo'l", debdi. Ondan 1000 tanga olgan chakar kelib, "Xo'jayin, sizning qattiq odam ekanligingizni bilatdim. Chunki o'zingiz termisingizmi, uning g'uslini kutasiz. Urug' samsingizmi, xaman olasiz. Shunga qo'rqib, siz bergan tangini yerga ko'mib, saqlab qo'ygan edim. Mana pulingiz", debdi. Xo'jayin uningga, "Ey, yomon va xo'rin chakar. Sen meni termigan yerdan o'rib oldigan, urug' samgan yerdan xaman oldigan odam deb turib, nemishqa pulimni jazoni xo'rlarga omonat qo'ymading? Shunda qilsang, men qaytib kelganda pulimni o'simi bilan olmamdim. Xo'p, uning qo'lidagi 1000 tangini elib, 10,000 tanga bo chakarga beringlar. Chunki berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p berildi-da, buning bilan ulardiki texmi ko'paydi. Lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak, ularning borimi elib ketildi. Bu yaramsiz chakarni sirtqa, qorong'ulikqa qo'g'lib yetinglar. U yerda hasratda yig'lab, tishlarini g'uchurlatsin."